Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Mazkur shior ostida yurtimiz bo'ylab ezgulik va saxovat tadbirlari keng quloch yozmoqda. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlarini sog'lomlashtirishga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari tashkil etilib, xayr-ehson iftorliklari va ehtiyojmandlarga Ramazon hadiyalari ulashilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimiz bo'ylab Ramazon, mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi shiori ostida ehtiyojmand, nogiron, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar holidan xabar olinib, moddiy va ma'naviy ko'mak ishlari har bir mahallaga kirib boryapti. Ushbu ezgu ishlar davomi sifatida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar Toshkent shahri Hazrati Imom mahallasida istiqomat qilib, uzoq yillar davomida diniy sohada ishlagan marhum Musoxon ota Iminov xonadonida bo'ldi. Mezbonlarga oziq-ovqat mahsulotlari jamlanmasi, zaruriy uy ro'zg'or buyumlari va pul mablag'lari taqdim etilib, iftorlik dasturxoni yozildi. Unda Musoxon ota Iminovning diniy sohadagi ko'p yillik samarali faoliyati, ilm ahliga bo'lgan yuksak hurmati va farzandlarini el koriga yaraydigan insonlar etib tarbiyalagani yodga olindi. İftorlikdan juda mamnun bo'ldik. Juda ko'p narsalarni eslab, ko'p insonlarni eslab, xayrli o'tkazdik bu iftorliklarni. Ko'p narsalarni shu Ramazonda biz guvohi bo'layapmiz. Kambag'al oilalardan xabar olinyapti. Shu bu yilgi Ramazonni bir shavqi, zavqi desak adashmagan bo'lamiz menimchalik. Muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan bo'layotgan bu savob ishlarga baraka bersin. Iftorlik so'ngida Qur'on oyatlari tilovat qilinib, xayrli duolar qilindi. Namanganda ham Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyligi shior ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, xayr-saxovat ishlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa yordamga muhtoj va kam ta'minlangan oilalarga alohida e'tibor qaratilishi, ularning holidan xabar olinishi Ramazon oyining asl mohiyati, mehr-oqibat va saxovatni namoyon etmoqda. Namangan shahridagi Shodlik mahallasida istiqomat qiluvchi Muhammadjon aka Qoriyev holidan ham xabar olindi. Bugun 72 yoshni qarshilagan otaxon uzoq yillar davomida oshpazlik kasbi orqali el xizmatida mehnat qilgan. Afsuski 3 yil avval ko'zdagi nuqson sababli ko'rish qobiliyatini yo'qotgan. Shunga qaramay u kishi sabr-toqat bilan hayot sinovlarini yengmoqda. Muborak Ramazon oyida ularning xonadonlariga tashrif buyurilib, Ramazon tuhfalari topshirildi. Samimiy suhbatlar, ezgu tilaklar otaxon qalbini yanada shod etdi. Yurtimiz tinch bo'lsin doim. Avvalambor prezidentimizga ming rahmat, shukrlarni aytamiz. Shundoq bizlarni qo'llab Ramazon kunlarida ming rahmat. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Bunday tashriflar odamlar o'rtasida mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlab, o'sib kelayotgan yosh avlodga chin ma'noda ibrat bo'lmoqda. Bugun mana Shodlik mahallamizdagi Muhammadjon akani xonadonlarga kirdik. Muhammadjon aka va umr yo'ldoshlari ko'ngillari ko'tarilib va qalbdan, yurakdan quvonchga, xursandchilikka yuzlaridagi tabassumni ko'rib biz ham juda ham quvondik. Davlatobod tumanida ham ushbu ezgu tashabbuslar doirasida qator xonadonlar yo'qlandi. Jumladan Guzar ko'chasida istiqomat qiluvchi Muhammadjon Sodiqov holidan xabar olindi. Tuman faollari, imom xatiblar va mahalla nuroniylari oila a'zolari bilan suhbatlashib, ular ahvolidan xabar oldilar. Xonadon sohiblariga Ramazon tuhfalari topshirilib, duo va ezgu tilaklar bildirildi. Iftorlik davomida duolar qilindi. Tinchlik, osoyishtalik, yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligi tilab, ezgu niyatlar bildirildi. Bunday uchrashuvlar mahallalarda o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Bu yilgi muborak Ramazon oyi yurtimizda har qachongidan ham o'zgacha shukuh va ma'naviy yuksalish ruhida o'tmoqda. Ayniqsa davlatimiz rahbari tashabbusi bilan kam ta'minlangan, ehtiyojmand va nogironligi bo'lgan fuqarolar holidan xabar olish, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar xalqimiz qalbida cheksiz minnatdorlik tuyg'ularini uyg'otmoqda. Bu ezgu amallar Ramazon oyining insonparvarlik va saxovat mohiyatini yanada yorqin namoyon etmoqda. Ana shunday xayrli tadbirlardan biri Nukus shahrida ham tashkil etildi. Shaharning Navruz mahallasida istiqomat qiladigan Bazarbayev Nurullayev xonadon ahlining hol ahvoli, turmush sharoiti bilan yaqindan tanishildi. Oila a'zolari bilan dildan suhbat qilinib, ularning orzu-istaklari, fikr-mulohazalari tinglandi. Tashrif davomida Nurullayevlar oilasiga oziq-ovqat mahsulotlari, kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlardan iborat Ramazon tuhfalari topshirildi. Bu g'amxo'rlik ayniqsa muborak oy kunlarida oila uchun katta ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'ldi. G'amxo'rlik isteb xalqina ko'p yaxshiliklar ishlayapti. Minnatdorchilik bildiramiz prezidentimizga. Xalqni ishlayotgan yaxshiligini hamma vaqtda oldimizda omon bo'lsin.
quvonishimiz hammamiz ham. Hozirgi vaqtda Qoraqalpog'iston xalqining kayfiyatlari juda yaxshi va ko'p o'zgarishlar bo'lib o'tiribdi hozir. Tag'in marta minnatdorchilik bildiramiz. Shu kunning o'zidayoq xonadonda iftorlik dasturxoni yozildi. Dasturxon atrofida nuroniylar, yaqinlar va mahalla faollari jam bo'lib, birgalikda duo qilindi. Suhbatlar avvalo yurtimiz tinchligi, osmonimiz musaffoligi, xalqimiz farovonligi uchun shukronalik ruhida kechdi. Mana bu yilgi yil Ramazon oyida o'zgacha bir o'tib o'tiribdi. Sababi hurmatli yurtboshimiz xayr-saxovat ishlarini bir boshlab bergan edi. Mana butkul elimiz bo'ylab xayr-saxovat ishlari boshlanib ketdi. Albatta bundan ko'zlangan eng tekarg'i maqsad sol elimizning, xalqimizning hamma qatlamin, elimizda inson qadri uchun deb olib borilgan o'ran ostida ularda da hamma Ramazon oyi munosib tarzda kutib olib ularga sol dinimizning merim shafaat degan, xayr-qo'mlik, saxiylik degan fazilatlarini ko'rsatib, ularda da sol elimiz, xalqimiz barchasi quvonib Ramazon oyin yaxshi tarzda o'tkazish uchun olib borilgan ishlardan bo'lib hisoblanadi. Davlatimiz rahbarining muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi qaroriga muvofiq muqaddas oy munosabati bilan muhtoj oilalarga bir martalik moddiy yordam ajratilmoqda. Birgina Toshkent viloyatida 48251 nafar fuqaroga 31 milliard 676 million so'm miqdorida ana shunday ko'mak berilishi rejalashtirilgan. Jumladan Oqqo'rg'on tumanida ham ishlar tizimli va manzilli tashkil etilib, ijtimoiy yordamlar o'z egalariga yetkazilmoqda. Birlik mahallasida ham bir nechta ehtiyojmand oilalarga Ramazon tabrigi va ajratilgan moddiy yordam yetkazildi. Dilafruz Haydarova bugun 2 nafar farzandini yolg'iz voyaga yetkazayotgan onalardan biri. Ramazon oyida unga tuhfa etilgan moddiy yordam nafaqat ro'zg'or tashvishlarini yengillashtirdi, balki qalbiga ishonch va dalda bag'ishladi. İjtimoiy reysda turamiz. Ro'za Ramazon kunlarida bir martalik moddiy yordam oldik. Oziq-ovqatga, bolalar ehtiyojlariga ishlatdik, maktab o'quv qurollariga. Yurtboshimizga juda ham katta rahmat. E'tiborga olishibdi. Shuncha insonni duosini oldilar. Xursandchiligimiz cheksiz. Bundan tashqari 47 yoshli Muharram O'rolovaning xonadonida ham quvonchni ko'rish mumkin. Sababi Muharram opa ijtimoiy reyestrda ro'yxatga olingan oilalardan biri hisoblanib, bir martalik moddiy yordam pulini qabul qilib oldi. Davlatimiz tomonidan bu yil Ramazon, ro'za Ramazon oylariga bizda mana sog'lig'ini yo'qotgan, ozgina uyda o'tirib qolgan yoki kam ta'minlangan oilalarga bir martalik moddiy yordam berildi. Xonadonimizga bir quvonch olib keldi-da. Shunchalik prezidentimiz ko'rsatayotgan hamkorligidan biz xursandmiz. Yurtdoshlarimiz ko'zlaridagi quvonch va ishonch shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar inson manfaati va qadri uchun xizmat qilmoqda. Yana bir bemor va hayot. Oldinda murakkab turdagi jarrohlik amaliyoti. Shifokor ham bemor ham yaxshi bo'lishga umid qiladi. Asosiy mas'uliyat esa mutaxassislar zehni, mahorat va tajribasida. Qorin parda orti xavfli o'sma kasalligi bilan og'rigan bemorda jarrohlik amaliyoti oson bo'lmasligi aniq. Yuqori texnologik jarrohlikni talab etadi. Dastlab barcha mutaxassislar holat qanday ekanini muhokama qilib olishdi. Hozirgi kunda markazimizda ko'p xodimlari viloyat onkologiya filiallarimizda o'z ishlarini boshladi. Keyingi rejalarimiz yana 2 ta tumanga chiqish, bu Asaka tumani va Oltinko'l tumanlariga chiqib, u yerda joylarda bemorlarni onkologik kasalliklar bilan maslahatlashish, u yerdagi mutaxassislarning malakasini oshirish maqsadida shu 2 ta tumanga chiqish niyatimiz, rejamiz bor. Davlat rahbarining bemorlarni sarson qilmaslik, ularga o'z yashash manzillarida malakali tibbiy xizmat ko'rsatish borasida belgilab bergan vazifalardan kelib chiqib, respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari bilan o'zaro hamkorlik reja asosida davom etadi. Yurtimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Andijon viloyatida ham ushbu muborak oy munosabati bilan aholiga qulaylik yaratish maqsadida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etilmoqda. Jumladan Buloqboshi tumanida yo'lga qo'yilgan savdo yarmarkalarida kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, un va non mahsulotlari, go'sht va go'sht mahsulotlari, sut, qatiq, o'simlik yog'i, shakar, guruch, sabzavot hamda poliz mahsulotlari xaridorlarga arzonlashtirilgan narxlarda taqdim etilmoqda. Bozorda xudoga shukr arzon hamma yo'q. Ohyollar, bari oladigan narsalarimiz arzon narxda bo'lyapti. Yarmarkadan har qanday mahsulotlarda, go'shtlarda, har qanday mahsulotlarda sifatli ham topsa bo'ladi arzon narxda. Kattadan rahmat.
Buloqboshi tumani dehqon bozori qoshida tashkil etilgan savdo rastalari erta tongdan faoliyat ko'rsatmoqda. Narx-navo bozor qiymatidan ancha arzonligi sababli yarmarkaga kelayotgan fuqarolar soni ortib bormoqda. Xorijdagi vatandoshlarimiz uchun tashkil etilayotgan iftorliklarning navbatdagi manzili Sankt-Peterburg shahri bo'ldi. Namangan viloyatidagi Obidqori masjidi imom xatibi yurtdoshlarimiz bilan uchrashib, iftorlik marosimida ishtirok etdi. Ta'kidlanganidek, bu yilgi Ramazon shukuhi nafaqat mamlakatimizda, balki xorijdagi vatandoshlarimiz hayotida ham sezilyapti. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan xayrli tashabbuslar ehtiyojmand, nogiron, yakka yolg'iz keksalarning moddiy ma'naviy sharoitini yanada yaxshilamoqda. Bundan tashqari, fazilatli oyning mehr muruvvat, shukronalik va ahillik g'oyalari inson qadrini yuksaltirishga xizmat qilayotgani aytib o'tildi. Turkiyada ta'lim olayotgan 75 nafar o'zbekistonlik talabalar ishtirokidagi iftorlik marosimi ham yana bir xayrli tashabbus bo'ldi. Unda O'zbekistondan yuborilgan imom xatib vatandoshlarimiz bilan suhbatlashib, muqaddas Ramazon oyining insonni ezgu amallarga chorlovchi, mehr-shafqat, bag'rikenglik va birdamlikni mustahkamlovchi ahamiyati haqida ma'ruza qildi. Shuningdek, yoshlarni turli buzg'unchi g'oyalardan asrash, ma'naviy tarbiyani kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Iftorlik so'ngida tinchlik, barqarorlik va farovonlik tilab duo qilindi.